ko'rishlar mumkin moshinasi. Beauty brendidan havo haydaydigan blowerimiz kelgan. Buni komplektini ko'rib chiqamiz. Komplektida jamoadonda kitobi bo'ladi. Havo haydash uchun qo'shimcha turbasi va pilsos qilib ishlatish uchun ham mo'ljallangan nasadkasi chiqadi. Buni pilsos qilib ishlatishingiz ham bo'ladi. Pilsosi ham real normal ishlayapti. Komplektida oddiy zaryadkasi chiqadi va katta batareyasidan bitta chiqadi. Sifati va shu zo'r chiqqan. Havo haydashi zo'r. Bu yerda ko'rishlar mumkin. Skorisi bor. Baland past qilsa bo'ladi. Tortishini ham, havo haydashni ham mashqdan boshqarsa bo'ladi. Bu yerda esa ko'rishlar mumkin. Eski modelimiz Beauty'niki. Bu ham moshni chiqqan, ko'pchilik biladi. 595 ming so'm. Bu yerda esa Rolov'niki. Bunda ikkita batareyka bo'ladi. Buniki 395 ming so'm, komplektida sumkasi bo'ladi. Ikkita batareyka zaryadkasi bo'ladi. Bu ham 395 ming so'm, lekin buniki jamadon bo'ladi. Batareykasi bitta bo'ladi, katta batareykadan bitta bo'ladi, lekin Rolov'nikiga qaraganda buni motori ancha baquvvat bo'ladi. Pilsos qilib ishlasa ham bo'ladi. 395 ming so'm. Bunda ham ikkita nasadka chiqadi, bitta kichkinasi va bunaqangi bitta kattasi chiqadi. Kichkina toklilarimiz bor, ko'rishlar mumkin. Bu yerda esa kattasi. Bular toklilar. Bunisi esa batareykali. Bu yangi modelimiz. Ishlashi juda mo'shni chiqqan. 395 mingdan. Kimgadir shunaqangi sifatli havo haydaydigan blowerlar kerak bo'lsa, Ubay Tools'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.